Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi videoyimiz Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida suratga olinyapti. Bugungi sana 13-may. Xo'p, gazabloglarimizni ikkinchi kun quydik. Xudo xolasa hammasi yaxshi, chiroyli chiqdi. Kecha quygan gazabloglarimizning holati bir qo'l ko'rsatib, qattiqliklarini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Gazabloglarimizga 125 kg sement qo'shilgan. Odatda mahkam qo'lli bosilsa 100 kg sementga nisbatan qo'lli izi chiqishi kerak. Sal bo'lsa ham nomiga kirib qoladi. Bunda unaqangi yo'q. Sababi sement ko'p qo'shilgan. Xo'p, tosh har doimgidek Xudo xolasa sifati ancha yaxshi chiqyapti. Bemalol murojaat qila olasizlar. Xo'p, nomerimiz 93 234 13 13. Xo'p, vodiy bo'ylab yo'lkiralarni kelishgan holda dastavkasi chidagan qilib beraveramiz. Kelishamiz, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazishga harakat qilamiz. Akalar murojaat qilinglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Hammaga rahmat.